$100 ga 3 etapli polirovka va 1 etap premium keramika xohlaysizmi? Unda bizga murojaat qilishingiz shart emas. Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Elegant Avto Studio. Bu mijozimizda ham narx-navo bo'yicha ko'plab savollar bo'ldi. $100-150 ish sizlarda nimaga 2-3 barobar qimmat dedilar. Mana shu avtoximiyalarni skrinshot qilib olib, o'zingiz uchun narx-navosini hisob-kitob qilib chiqsanglar bo'ladi va oxirida bitta xodimni 2 kunlik ish haqqini qo'shib qo'yasizlar. Shunda mana shu mashinani polirovka va keramikasi $100 bo'ladigan bo'lsa, kamida yana shuncha ziyon kelib chiqadi. Xizmatlarimizning qimmatligining asosiy sababi biz foydalanadigan avtokosmetika mahsulotlari Germaniya va Italiyada ishlab chiqarilgan premium mahsulotlar hisoblanadi. Ikkinchi sababi xodimlarimiz keramika surishni video ko'rib o'rganishmagan. Bir oyda $1000 dan pul to'lab, necha oydir umrlarini sarflab o'rganilgan. Menimcha bunaqa mashaqqatni arzon pulga sotish to'g'ri bo'lmaydi. Qaysidir usta uchun kundalik ish jarayoni va oddiy mashina hisoblansa, bu biz uchun salkam $30,000 lik mas'uliyat. Kalitni olgan kunimizdan to topshiradigan kunimizgacha, hatto shunaqa kichkina detaliga va har bitta ko'rsatadigan xizmatlarimizga kafolat berishimiz kerak. Bu video bilan bizning hech kimga e'tirozimiz yo'q. Hammani hisob-kitobi o'zi bilan, xohlagan odam bu xizmatlarni tekinga qilib bersin. Prosta biz o'zimizning xizmatlarni tushuntirishga harakat qildik.